Assalomu alaykum kanalımızın görüşleri. Men hozir Mang'it qalasındaman. Bu жерде Chip Prime, ya'ni avtomobillarning diagnostikasi programmasi. Xullas, hozir videoda ko'rasiz, hamma zatni istaydigan yerga kelib turman. Qasımda Rahim bor. O'zim birgalikda savdo olib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Bu yerda endi men videodan tashqari so'rashdim. Ko'p zat istaydi ekan. Hozir aslan asıqbay barini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Endi Tikardan nizatlar istaysiz. Tikarni asosiy biz avtodiagnostika qilamiz, ya'ni avtomobillarni diagnostika qilib, programmalarni tayyorlaymiz o'zimiz. Va yangicha kalit sistemasini ham yo'lga qo'ydik. Kalitlardan yo'qotib qo'ygan bo'lsa, tazadan qo'shib beramiz yoki noldan bo'lsa ham yo'qotib qo'ygan bo'lsa, qo'shib berish xizmati mavjud bizda. Masalan, buni Cobaltdan keldim, ko'rib turgansiz, tep-tekisini ham. Sen yo'lib, o'zingizning zavodskiy keltingizni yig'ib beradi, agar shunday keltingizni yo'yitib olsangiz. Masalan, tek Cobaltgami, boshqa mashinalarga Любой nomor. Qaragan nomor. Qaragan mashina. Masalan, rossiyskiy mashinalarga istik bo'ladimi? Rossiyskida bo'ladi. 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 Agar rossiyskiy avtomobil, boshqa avtomobillar kalitni yo'qotsa, zavod bo'lmay qoladi. Mashinangiz zavod bo'lmay qolganda, uni avtomobilning o'zining miyasini olib, programma yo'li orqali kalitlarni o'chirib berish xizmati ham mavjud. Ko'pchilik uni qila olmaydi, shuning uchun qiynalishadi Lada avtomobillarida va boshqa inomarkada, inomarkada o'chirsa bo'ladi. Masalan, hozir Mang'itdasiz siz, ofis Mang'itda. Boshqa rayondan keladigan bo'lsa, meni olib kelsa bo'ldi-ku, bo'ladi. Mashinani o'zini kelib o'chiradi. Sebab gildi yo'q, qotlayolmaydi mashinada. O'chirib bersa, programma yo'li orqali to'g'rilasa bo'ladi. Masalan, miy kuyib keladi deb vaqtda bir mashinalarga bir endi har turli yo'llar bilan qatnashib qo'yib miylar kuyib keladi-ku. Kuyib qolishi yoki vaqtinchalik blokka tushishi mumkin. Blok holatini ochish imkoniyati bor. Bo'ladi, sizga bo'ladi. Tak. So'shin tablolarni ko'rib turman bu yerda. Tablolar bu hozirgi chiqib turgan trenddagi tema bo'lib turibdi, suv. Avtomobillar tabloga suv chiqaradi. Ishonchsiz fayllar orqali ekrani uxlab qoladi, ya'ni uxlab qoldi deganda bloklanib qoladi. Endi uni maxsus apparat orqali uyg'otsa bo'ladi, uni ham tiklab berish xizmati bor bizda. Uxlab qolganda ekrani yonmay qoladi. Ekran jonmay qoladi, biroq mashina yuraveraman. Qop-qora bo'lib turadi. Har xil holatda uxlaydi. Bir ba'zi holatlarda zavod ham bo'lmaydi, ba'zi holatlarda zavod bo'lib ekran yonmay qoladi. Masalan, uxlab qoldi deb o'tirsiz, u кезде mashinaning probegi o'zgarib, hech qanaqa bo'lmaydi, zavodga kelamay qaytib keladi-ku. Qaytib keladi. Ularning masalan xizmat haqlari qanchaday bo'ladi endi? O'rtacha жағдайына qarab turib istaydi. O'rtacha xizmatiga qarab narxlar belgilanadi. Masalan, sizga zvonga deb söylese, kelmay turib baholarni жағдайына bilib olsa bo'ladi, telefonda bo'ladi. Sebab hammang kelib ketuv ansat emasda, Mang'itda. Ansat emas, yo'l uzoq, shuning uchun ma'lumot olsa bo'ladi, telefon orqali oladi, söylashib, keyin kelsa bo'ladi. Tak, programma yozib beraman deysiz, o'zingiz qalagancha programma yozib berasiz-ya? Zavodskiy masalan, siz stok holatidan zavodda avtomobilda hech qanday o'zgarishlarni o'zining programmasidan olib, o'ziga yasaladi, ya'ni boshqa avtomobildan chiqqan programmalar bo'lmaydi. Stok holatdan olib, har xil sportivniy, ekonomishniy mijozning xohishini qarab yozib beramiz. Xolasa metanga, xolasa propanga, xolasa faqat benzinga, 80 benzinga, xolasa 95 ga, xolasa gaz metan, gaz benzin qilib yozib beramiz. Tayyorlab. Qalay bo'yicha yoziladi. Bundan tashqari qanday ilinlar bor? Shu shogirdlar tayyorlaymiz, shu shogirdlar. Tayyorlaysiz. Qancha vaqt tayyorlaysiz? Masalan, endi bir bola kelib o'qiyman desa sizga qancha vaqt ketadi? Aslan o'zining odamning xohishiga bog'liq bo'ladi. Yaxshi tez bitganda o'zi oldigalar 1 oy 2 oyda o'tib ketadi yaxshi. Agar usta bo'lsa, masalan, o'zi motorizmi yoki elektriklar bo'lsa, bu 1 oycha tez o'rganib, chunki ular hamma joyini biladi, faqat shu joyga yetishmay turgan bo'ladi, to'g'rilab olib ketsa bo'ladi. Masalan, siz istayotgan жаңағы o'zimiz programma yozamiz, tablolarda miylarda istaymiz degan ba'zi zat uyretasiz-ku, hamma şeyden bor. Onam summalar kelsin. Kelishamiz hamma. Tak. Жаңағы sirtda konditsionerning boshliqlarini ko'rdim. O'zatlardan istaysiz. Konditsioner.
Kondensator diagnostika ko'pchilik hozir avtomobillarni Cobalt Nexus Jetra'da klapan qisiluvchi degan sig'iluvchi bo'shatib bu xizmatlar ham bor. Agar kuyishni oldini oladi u, zazor tashlatib qo'ysa. Lutshi kuygandan ko'ra zazor tashlab qo'ysa, shunda zazor deydi, ya'ni bo'shatiladi klapanlar, zazorlar to'g'rilanadi. Bu holda klapan kuyish ehtimoli kamayadi. Bizning avtomobillarimiz 90% gazda yurgan sababli tez qisilib qoladi. Shuni qisilmasdan oldin zazor tashlatib qo'ysa, kuyish ehtimoli kamayadi. Bunday ehtimollar ham mavjud. Telefon qilib, shuning uchun oldinroq telefon qilib ko'rish kerak. Bu avtomobil sovuq holatda qilinsa yaxshi bo'ladi, issiq. 1-2 soat vaqt oladi. Endi inomarkalar ko'p hozir, misol uchun Kia chiqyapti, Honda chiqyapti, boshqa inomarkalar kelyapti. Ulardan ishlab bo'lyapti. Ularga diagnostika xizmatimiz mavjud. Tak, so'sin elektromobillarga qanday? Elektromobillarga ham diagnostika xizmatlari mavjud. Bizda uni ham yo'lga qo'yapmiz. Hammasi bor. Ulardan programma ishlab berasiz. Programma ularda programma deyilmay, diagnostika qilib, ayblarni qilib shunaqa. Yo'qmiz. Endi programma haqida söyleshib o'tirmiz. Programma bir rejim, ikki rejim deydi-ku. Ayirmachiligini misol uchun ko'pchilik tushunmaydi-da. Bu ne farqi bor ayirmachiligi? Programma bo'lsa programma bo'lib ketaveradi-da birovlarga. Programmalarda farqi shunda bo'ladiki, ikki rejim bo'lsa zajigani suriladi desangiz, programmada zajigani surilgandan keyin bir rejim bo'lib qoladigan bo'lsa, chirillab portion sindiruvi mumkin-da. Jamon biznes olib qo'ysangiz, ko'pchilikda bizda 92-95 biznes solish imkoniyati yo'q. Shuning uchun ikki rejim qo'ydirgan ma'qul. Ikki rejim qo'ydirsa 80 benzinda yaxshi yuradi. Shirillovmi kam shirillaydi ehtimoli. Ham gazda yaxshi yuradi. Agar bir rejim bo'lsa, gazda yaxshi yuradi, lekin benzinda shirillab qoladi. Shuning uchun ikki rejim programmalarni maslahat beramiz biz. Ikki rejim qo'ydirsa shirildamaydi. Biroq ziyon bo'lmaydi-ku. Kam bo'ladi ziyon. Bir rejimda 90%, 100% dan 90% ziyon bo'ladi. Ikki rejim bo'lsa, men so'rayin deganim, ziyoni masalan shirildatmay-aq, ana ziyon tegmasa ziyon tegavermay, tek davosini qaytarib beraman degan narsa so'rayapman. Ziyon ikki rejimda ziyoni kam tegadi. Tegmaydi. Bir rejimda bo'lsa, ziyoni ko'proq tegadi, chunki zajigani surilgan sababini shirillaydi ko'p. Zajigani portlash nuqtasi katta bo'lib ketadi. Kamerada qaraganda. Hozir oldin inomarka avtomobillarida ham bo'lmaydi. Bir rejim o'ratoydik. Chunki ikki rejim qilishning imkoniyati yo'q edi. Hozir ikki rejim qilish imkoniyati ham bizda foyda bo'ldi. Shuni o'shani tayyorlab, mana ikki rejim programma olib beryapmiz bu avtomobilga. Qanday mashina dedingiz? Inomarka avtomobilniki. Barg'a beradi, sirtda turibdi bu mashina. Tek meni berib jibirgan, yozib beryapmiz. Shunday qilib men berib bersa, programma yozib beraveradi. Buni ham programma olib beryapmiz, bonus qilib kilitini ham o'chirib beryapmiz. Chunki kilitga tushib qolaveradi ekan, chipini tanimay, kiliti eski bo'lgani uchun chiplarni o'chirib beryapmiz. Avtomobilingizga ikki rejimli programmasini tayyorlab, chipning redaktoriga stage 1 o'yinni tayyorlab berdik buni. Endi kalitlari ham goh-gohida zavod bo'lmay qoladi ekan, eski kalit bo'lgani uchun kalitini o'chirib berdik. Ichida chipi bo'ladi. Yangi avtomobillar chiplarni o'chirib tayyorlab berdik avtomobilni. Keyin bo'lgan chipni o'chirib bergandan keyin boshqa kilitlar ham tushib ketaveradimi? Boshqa kilit tushmaydi, chunki lezvasini yonib qo'yish kerak. Tak, ish pishgangizda ko'p yugurib o'ynab turibsiz deyman-a? Albatta. Miyani charxlaydi-da. Endi ko'raylik sirtda bolalarimiz ishlayotgan ekan. Ishlashlarini ko'rib o'tamiz. Tak, mana yerda bir apparatlar ko'rib turman. Doska turibdi. Bu apparatlarni injektor tozalaymiz. U doskada bo'lsa shogirdlarga kunlik qanday ishlar qilganimizni o'rgatib o'tamiz. Ya'ni tushunmagan joylarini doskaga yozib ketadi. So'rab qo'yib orqasiga kechqurun muhokama qilib, qayerda xatolik bo'ldi, qayerda kamchiliklar to'g'rilab, bilmagan joylarni o'rgatamiz. Bu yerda avtomobilning motorini aytib qo'yibmiz, spesialni qaysi datchik qayerda turishlarini ko'rsatamiz. Masalan, datchiklar
qanday vazifani bajaradi, ne vazifani bajaradi, qanday holatda ishdan chiqadi, qanday holatda ishdan chiqmagan holat, normal holatlarni o'rgatamiz buni. Buni joyida motorda turgan holatida qo'l barmoq mumkin, bu yerda qo'llari borib o'rganib mustahkamlaydi aqllarni. Bu yerda bo'lsa injektorlarni tozalaymiz. Ya'ni injektorda birinchi tozalab olib, ultrazvukoviy vanna deb aytiladi bu. Ishni chalib, vibratsiya qilib kirlarni oladi. Keyin avtomobilda qanday yursa, masalan, tekis holatida birinchi skorosta, ikkinchi skorosta, 100 da ketib qoladi, qanday rasxod qiladi shuni stenka solib ko'ramiz buni. Ko'z bilan ko'rib, egasi ham avtomobilni keyin bir rovni tekis sepgandan keyin avtomobilga qo'yib o'rnatib beramiz. Agar egasi yo'q, injektorlar mashinani toza yoki yechmay tozalab ber, boltlari tegilmasdi hech qaysi desa, bunday xizmatlar ham mavjud bizlarda. Bu bo'lsa yechmasdan tozalaydigan apparatlarimiz bu. Turgan yerda Turgan yerda tozalab beramiz bu bilan. Bu avtomobil hech qanday zarar keltirmaydi. Jamon benzin solib, masalan, kley benzin deydi-ku. Kley benzin bo'lsa, mana bunday Rossiyadan spesial suyuqligini oldirib qo'yibmiz. Bu ishga solinadi bu. Yarim soat, 1 soatda janib turadi mashina. Bu suyuqlikning tarkibida klapanlarning nagarni olish xususiyati ham bor. Kolsalarga nagar qatgan bo'lsa-da ketirib jiberadi bu. Shunday funksiyalari bor buni yozilgan instruksiyasida. O'tdek injektorning nesimi bor, kolsalarda ya injektorning polniy sistemalar nagarlarni tozalab ketadi. Ham injektorni tozalaydi bu. Chunki injektor orqali sepiladi bu. Bilivani odamga o'qil urami? Germaniyada shunday bo'ladi. Keyin bo'lsa, hozirgi issiq kunlarda bizda konditsioner xizmati ham mavjud. Mana bunday apparatlari bor, spesialniy apparatinda o'zinikini davleniyasini o'lchab, agar ketgan bo'lsa, kamaygan bo'lsa solib beramiz. Agar o'zinda qandaydir kamchiliklar bo'lsa, diagnostika qilib o'zinikini jasab beramiz. Chunki sirazi qo'yish shart emasda. Qancha bu terezalari, shu qancha avtomobil, har avtomobilda har xil bo'ladi. Masalan, Cobalt avtomobil 400-500 gram, Gentralar ulguri avtomobilning ob'yomini qarab solib beramiz normal qilib. Hozir bu avtomobilda bo'lsa, ertalablari azonda joni bo'shib qoladi ekan. Shu ayblarni qidirib diagnostika qilinmoqda bu avtomobilimizda bo'lsa. Biz bilamiz, lekin shogirdlarga hozir o'zi topish uchun zadaniya berib qo'yibmiz. O'zi topish kerak, eslash uchun. Tak, endi bu yerga topib kelish uchun biz adresni tushuntirishimiz kerak-ku. Adres Amudaryada bir dona qishki basseyn bor, ya'ni закрытый basseyn. Basseyndan to'g'ri zikesh bor. Zikeshdan tushib turib, birinchi ko'chaga o'ngga bo'lsak, ya'ni zikeshdan yo'lning bo'yindan qarasak, bu ikki etaj zdaniya, ustida shekning ham turibdi, shekning znak joyi bor. Avtomobilda kimda muammosi shek janadi avtomobilda. Bu avtomobil kirishdan bilan shek janib turibdi. Bormi? Bizda muammo yo'q, orientir shek bo'lishi uchun jasab qo'yibmiz. Tarjatdan belgili bo'lishi kerak. Belgili bo'lishi kerak. Xullas, dim topib kela olmasa ekranda nomerlar bo'ladi. Lokatsiyasini qoldiramiz. Lokatsiyasini tashlab ketsa ham bo'ladi. Kelaman desangiz kelaverasiz. Жаңа xizmatlar videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, necha turli xizmatni aytdik. Boshqada qiziqtirgan so'rovlarimiz bo'lsa, email xabarlasa berasizlar, nomeringizni Telefonini qoldiramiz. Agar shakirtlikka o'qiyman desangiz, o'qisangiz ham bo'ladi. Shu yerga kelib turib, polniy noldan o'rganib, professional darajaga chiqaman degancha o'qib o'rganib ketuga bo'ladi. Jo'taqcha aniqdan yordam beramiz, chunki o'zingizda bor. Bo'ladi. Sizlarga tavsiya bo'lsin. Charchamayman. Sog'lig'ingizga kelib turing. Bo'ladi. Обязательно maqta kelsangiz bir kelib o'tadi, maslahat etaman.